hozirgi kunda telefonni qo'lga olib ochganda kamida yarim soat, 1 soat qanday o'tib ketyapti, sezmay ham qolinyapti. Telefonda faqat shu 1-2 daqiqalik videolarni ko'rish bilan umr o'tib ketyapti. Ish yuzasidan bo'lsa-ku mayli, xayrga, lekin sezyapsizmi, vaqtimizda baraka qolmayapti. Vaqt deyapmiz-ku, aslida esa umr o'tyapti. Behuda sarflanayotgan hissiyotlar haqida unutmaslik kerak-edi. Tasavvur qiling, ibratli video ko'ryapsiz, qalb rohatlanib, shukringiz oshyapti. Sekund o'tmasdan ketidan jahl va g'azabni uyg'otadigan reels ko'ryapsiz. Bu bir-biriga qarama-qarshi hissiyotlar, orqasidan esa falonchi avtohalokatga uchrabdi kabi video xavotiringizni oshiryapti. Shu qimirlamay telefonda o'tirgan 1 daqiqa davomida kayfiyatingiz necha marotaba o'zgaryapti. Afsus, qancha yaxshi amallarga ishlatishimiz kerak bo'lgan quvvatimizni isrof qilyapmiz biz. Quvvat juda ham katta manba-da. Keksalardan so'rang kuch-quvvat qadrini. Na dunyo uchun, na oxirat uchun umuman ahamiyati yo'q narsalarga umrimizni bag'ishlab qo'ymayapmizmi? Kunda hech yo'g'i bir marta o'zimizga savol beraylik. Hozir shu ko'rayotganim menga nima manfaat beryapti deb. Beixtiyor vaqting ketdi, baxting ketdi degan ibora yodimizga tushadi.